Shunda ko'rdim o'g'il. Sizchi? Darchonish. Конечно, bratdan kerak bularga. Hech kimga ishonmanglar. Bilinglarki, Alloh beraman desa, любой embriondan mana shunaqa soppa-sog' bolalar dunyoga keladi. To'rtmuchani sog'lomligini ko'rdik. Aytmoqchimizki, bu oilamizning ikkinchi urinishi. Shunchalik ixlos bilan kelishgan, bu oila birinchi papitkaga kirganda, natijasiz chiqib ketganda umidi so'lmadi. Yanam operatsiya, yanam harakat, yanam eko, yanam ortimizda bittamiz bitta, qo'shtamiz dam olib. Bugungi albatta ayolimizni tabriklari mana menga mamlaqa qadar olib keldi. Nima ichida o'zim ham bilmayman. 15 yil deganda bo'lgan bolajonni hozir birga ko'ramiz. Keyin hamma oldida tantanaviy ravishda podarkani ochaman. Agar shirinlik bo'lsa hammaga tarqalaman, ulashsin deb. Iloyim bunaqa natijalar ko'p bo'lsin. Juda umidi, anaqasi imkoniyatlari past bo'lgan oilada bittada o'xshagan bolajonimiz. Oilam menga eng dunyodagi yaxshi ko'rgan narsamni olib kelishgan ekan. Siz ham men ham topmadik. Оказывается, bu kitob ekan. Bu narsani men xonamning to'riga qo'yib qo'yaman. Oilamizning ikkinchi urinishi. Shunchalik ixlos bilan kelishgan, mana Bahodir aka, Madina, qattiqroq rahmat. 15 yil deganda natija. Bu oila birinchi papitkaga kirganda, natijasiz chiqib ketganda umidi so'lmadi. Yanam operatsiya, yanam harakat, yanam eko, yanam ortimizda bittamiz bitta, qo'shtamiz dam olib. Demak, serfarzand oilamizni yana bir bor tabriklaymiz. Va eko позади и результат. 3 эмбриона впереди, 1 у нас здесь. Поздравляем, очень хорошая натija. Sababchi sizlarga ham kattakon rahmat. Xursandchiligimizga sherik bo'lganingizni sizlarga ham rahmat. Rahmat. Sababchi qilganiga Allohga shukr. Bir necha haftadan keyin gender patik deyapti. Siz nima deb o'ylayapsiz? O'g'il. Siz nima deb o'ylayapsiz? O'g'il. O'g'il. Qarishda hamma gapimizga omin deydi, shuncha o'g'il deydi. O'g'il. Mana o'g'il ko'rdim. Birinchi qavatda bo'lib qo'liga boshladi. Bishka, seshkaya, mashnaqa zo'r. Alloh beraman desa qizlar. Hech kimga ishonmanglar. Bilinglarki, Alloh beraman desa, любой embriondan mana shunaqa soppa-sog' bolalar dunyoga keladi.